shu mahallaga mana mahalla komitet saylash uchun jonlandik. Mana saylandi. Bu saylangan opalar, bunda qizimizga taniloni sog' bo'lsin. Uzoq yillar mana mahallamizga xizmat qilsin. Mana bu eski komitetimizdan chiroyli xizmat qilib o'tdi. Alloh taolo mana butun vatanimiz tinch bo'lsin, yurtimiz, mahalla ko'yimiz tinch bo'lsin. Hamisha ahli islom bandalar mana shu yerda turgan hammadan bir-birimizga bo'lgan intiqomimizni, muhabbatimizni bundan ziyoda qilsin. Bu hozir saylangan opalar Xudo xolasa mana shu xalqni chiroyli xizmatlarni qilib, mana 5 yilga sanalgan chiroyli holatda xizmatlar qilishga kuch-quvvat bersin. Endi mana shu mahallalarimiz obod bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana hozir tinchlik juda ham qattan bo'ldi, bulush kironasini qilib, hammamiz chiroyli holatda intiqoli bilan hayot kechirib bormoqlikni hammalarimizga nasib qilsin. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Javohir ham qattiq xizmat qildi mana bular sizga. Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli mahalladoshllar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana 29-may 2025-yil mahallamizda raislik uchun nomzodlar mana uchala inson biz mahallamizdan bo'ladi, uchalasi ham. Xudo xolasa hozir hayajonli daqiqalar boshlanyapti. Inshaalloh hozir mana xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan quvvat-quvvatlanib kimga kim ovoz berdi, hozir hammasi aniq bo'ladi. Sanashyapti mana komissiyalar, mahalla faollari. Hoppa. Tamam. Buzulgan buniki. Buzulganlar tashqari. Bu. Kunduz opa. Yo'q, buzulganlar tashqari. Köpaytırma 100 lira. Köpaytırma 100 lira. İkincisi 23 metre. O gidin abi. Buzulganlar Bu hozir e'lon qiladi. Chiqaraman xudo xolisa. Massafa mana qatnashdim o'zim bo'ldim. Hurmatli mahalladoshlar. Xo'p bo'ladi. Xudo xolisa mana aniq bo'ldi. Hozir mana chiroyli qilib e'lon qiladi.
Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Avvalo shu Shirovsin yig'ilishimizga xush kelibsizlar. O'zgalar xush kelibsizlar sizlar ham. O'g'illar, ayollar xush kelibsizlar, ko'kalar. Endi ozgina bo'lsa ham bizga berilgan fursatdan foydalanib, mana 300 oylarda, qarshilarda hammalarga o'zinglar ko'rib, o'zinglar baho berib turibsizlar. Hech qanaqa bunga deganligi qanaqa bo'lgani yo'q. Xo'p, endi ovozga kelsak, xudo xolasa Mamatjonov, Murod akamiz, Hoji akamiz Yuldashevich 23% ovoz yig'ibdi. Keyingisi Rahmonov Umidjon Odilovich 27% ovoz yig'ibdi va Akbarova Dilfuzaxon Onajonimiz 51% ovoz. Mana endi xudo xolasa Zumicha Mafiy namamizga bir ovozdan mana Dilfuzaxonimizni mahalliy komitet raisi qilib saylanganlar sizlar. Hammaga rahmat. Keling, biz o'qiymiz. Prezident sayloviga bo'lib ketdi. Hammalar behaq emas deganlar uchun hammalarga ming bor tashakkur. Meni nomzodimga ishonch bildirganlari uchun. Mahalladan nomzod kayfiyatda bu yerlarning biri bizning alohida hisob qo'ygan. Hammalarga rahmat. Ming bor rahmat. Bir oy muddat ichida kengash yig'ilishini e'lon qilamiz. Albatta har bir ko'chadan hech kim nazoratdan chetda qolmaydi. Xudo xolasa nechtasini aytib qo'ying. Borani 28. Birov o'ylaysizlar. Men ham birov o'ylab olaman. Yosh katta